2 xonalik 5-mikrondan kimga mana shunaqa kvartira kerak bo'lsa, oxirida sizlardan chiroyli kommentariyalar kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Shahrimizning Orbita atrofidan 2 tomonlama proyektga ega bo'lgan kvartiram sotuvga chiqyapti. Kattagina koridor, kirganimizdan yotoqxonamizning ko'rinishi 67 metr kvadrat. Mana bu shkaflar adaspaylni stollarigacha qolar ekan. Gilamchalar to'shab qo'yilgan. Uyimizda isitish tizimi sentral отопление holatida. Bu tomonda esa zal qismini ko'rib o'tamiz. Kattagina zalini o'zi ham uyimiz balandligi 3-10 metr, konsertlari, televizorlari qolar ekan. Chiroyli gilamchalar to'shab qo'yilgan. Bu yerda sanuzul qismi alohida to'liq kafilchalar bilan ta'mirlangan. Unitazda normal holatda saqlangan. Bu tomonda vanna xonasi. Uyimizda oila yashagan ekan, akkuratni holatda yashagan ekanlar oilani o'zi ham. Mana bu yerda ko'rib o'tamiz hozir oshxona qismini. Ko'rib turgan uголок mebel divanlari, kuxnya shkaflari, gaz plitalari mana bu xoldinglargacha qolar ekan. Mana shu kvartiram sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil 5-mikron Orbita. Uyimiz narxi $43,900. Ozroq summada kelishtirib arzon qilib beriladi. 2-qavat g'ishtlik dom. E'tiboringiz uchun rahmat.